Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan konverter, ya'ni kontakt apparati nima ekanligini muhokama qilamiz. Konverter aloqa qurilmasi uchun mo'ljallangan katalitik o'zgarishni amalga oshirish uchun mo'ljallangan qurilma. U asosan sulfat kislota olish uchun qo'llaniladi. Ya'ni vanadiy 5 oksidi ta'sirida SO2 ni SO3 ga aylantirib beradi. Konverter po'lat vertikal silindrsimon minora bo'lib, balandligi 14 metr, diametri 6 metr. Ichkari qismi devorlarga tayanch 4 ta to'rli temir karkaslar bilan biriktirilgan. Bu 4 ta to'rli temir karkaslarga katalizator yuklash uchun qo'yiladi va har bir qavat uchun qopqoqlar qo'yilgan. Har bir qavat katalizator qatlamining qalinligi 50 sm ni tashkil qiladi. Qatlam bo'ylab gaz oqimi taqsimlanishi katalizator va gaz o'rtasida reaksiya ketadi. SO2 gazi kirish trubkasi orqali kiradi. Birinchi qavatda katalizator harorati 160 gradusdan 550 gradusgacha ko'tariladi. Qizigan gazni sovutish uchun gaz teploobmenniklarga yuboriladi. Bunda gaz 120 gradusgacha soviydi. Sovigan gaz keyingi bosqichga yuboriladi. Har bir bosqichda reaksiya yuqori haroratda boradi. Jarayonni tezlashtirish uchun havo beriladi. Asosiy reaksiya birinchi qavatda sodir bo'ladi. Har bir qatlamda harorat 400-450 gradusda. Ichkarida vanadiy 5 oksid katalizatori joylashtiriladi. Gaz har bir bosqichda asta-sekin reaksiyaga boradi. Konverterning ishlash prinsipi. Jarayon 4 bosqichda boradi. Birinchi bosqichda SO2 havo aralashmasi konverterga kiradi. Katalizator vanadiy 5 oksidi qatlamlari ichidan o'tadi. Har bir qatlamda reaksiyaning bir qismi sodir bo'ladi. 4-bosqichda SO2 havo aralashmasi SO3 ga aylanadi. Nega konverterda ko'p qatlam bo'ladi? 1. Reaksiyani ekzotermik issiqlik chiqaradi. Har bir qatlamdan keyin gazni sovutilmasa, reaksiya to'xtab qoladi. Shuning uchun katalizator qatlami 3-4, ba'zan 5 ta qatlamli bo'ladi. Nima uchun konverter kerak? Reaksiyani tezlatadi, SO2 ni SO3 ga maksimal darajada aylantiradi, ishlab chiqarish quvvatini oshiradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.